Gentra avtomobilida masaj sidenlar ishlashini qaranglar. Mercedes 205 sidenlarni o'rnatib, masajlariga ulab ishlatib bergan. Malibu 2 bardagi mana mana shu knopkalardan masajlari yoqib o'chiriladi. 3 ta palajeniyada ishlaydi. Mazza ishlatsalar bo'ladi. Shofyorda и passajir sidenasi, ikkita oldi sidenasi masajli qilib o'rnatib berganmiz. Mercedes 205 eng full komplektatsiya bo'ldi. Max Tuningdagi bugungi proyektimizga yana bir qancha navrotlari qilingan, hammasini ko'rsatib obzor qilib beramiz. Malibu 2 bar o'rnatib berganmiz. Black Piano varianti karbon skorslar bilan. Malibu 2 rullarni ham originallarni o'rnatib ishlatib berganmiz. Ko'rib guvohi bo'lib turibsizlar, avtomobilimizga Mercedes 205 sidenlarni o'rnatib berganmiz. Sidenlarimiz eng full paketda, abagirevlari bor, hamda masajlar ham o'rnatib ishlatilgan holatda. Sidenlarni boshqaradigan knopkasi obshivkaga joylab berilgan, abagirev ham shu yerdan yoqib o'chiriladi. Elektropaket sidenlarimizning ishlashini qaranglar, atamankalari kirib chiqishini hammasi joy-joy o'rni-o'rnida ishlaydi, xudo xolasa. 4 ta eshik obshivkasini ham qo'shimcha qilib berganmiz. TS monitorlar o'rnatib berganmiz. Tablolarini ham 3 yil garantiyali qilib tuning qilib berganmiz. Avtomobilimizga American Copter farlar o'rnatilgan, polirovka keramikali qilingan. Xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuningga murojaat qilasizlar. Ishlar inshaalloh chiroyli qilib shunaqa navrotlarni bitirib beramiz. Bizlarni kuzatib boringlar.